Assalomu alaykum Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasining aziz ko'ruvchilar. Bugungi naq maydon suhbat programmamiz Gollandiyadagi Uyg'ur yarmankasi haqida suhbat degan temada bo'ladi. Gollandiyada har yilisi yozda ikki qatim Uyg'ur yarmankasi olib berilyotidi. Hammiz to'rni yaz ko'rib turibmiz. Bu faoliyatni Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyati izchil qilib kelyotidi. Shunlashqa bugun biz bu Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyatining raisi Obulqosim Hojimni bilan bu haqda bir suhbat qilishni o'rlashtirdik. Assalomu alaykum Obulqosim Hojim. Bugungi Uyg'ur choyxona suhbatlari programmasiga naq maydonda qimmatli vaqtingizni chiqarib qatnashib berganingiz uchun samimiy rahmatimni aytaman. Va alaykum assalom. Sizga rahmat. Barliq ko'ruvchilarga alayda bilan salomlayman. Rahmat. Avval Obulqosim sizni o'zingizni bir tunishtirib o'tsangiz, men bu hamda tanıymiz. Siz Uyg'ur choyxonasiga tunji qatim chiqishinglar, shunga o'zingizni bir ekranda qarindoshni tunishtirib o'tsangiz, anan keyindan programmamizni boshlab ketaylik. Rahmat. Razimaydi. Benim ismim Obulqosim Ablaz. Men o'zim vatanimiz Sharq Turkistonninki Xotan Qaraqashdan 95-yili vatandan ayrılıp Pakistan'a kelgan. Pakistan'da 5-3 yıl o'qib, undan keyin Yemenga 98-yilning 5'ida Yemenga kelgan. Yemenda 2002'ga qadar o'qidim. Yani İslam'da o'qidim. İslam Üniversitesi'ni tugatgan bo'ldim. 2002-yili bütün Sharq Turkistonliklarninki chet eldagi Uyg'urlarning beshiga kelgan taqdir bizning kelib pasport xapiliqi vatan qaytish imkoniyatimiz bo'lmaganligi uchun majbur shu Gollandiyaga kelishga ehtiyoj bo'lib 2001-yili 9-oyda Gollandiyaga kelgan bo'ldik. Gollandiyaga kelib yani biz hisobda tunji kelganlar desak bo'ladi. Biz kelgan vaqtida Gollandiyada mencha shu vaqtida bir 20-30dan oshmaydi shu vaqtdagi bizningki Uyg'urlar Gollandiyadagi. Gollandiyaga kelgandan beri tunji biz 2007dan tortib Uyg'urlar soni salpa avg'andan keyin bir araga kelib uchrashib o'zaro yig'ilish degandek har xil faoliyatlar, siyosiy faoliyatlar, namoyishlar o'rlashtirilib 2009 resmiy Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyati tashkilotini qurgan bo'ldik. Jamiyat qurilgandan ta 2009dan ta hozirgacha bu jamiyatninki har xil sohalarda xizmatlarni qilib bugun keldim. Men o'zim Gollandiyaninki shu Zayst shahrida turma. Oilam bor, 4 balam bor. Ballarım bilan birga shu Gollandiyada yashab mushkun keldik. Rahmat. Ana shu bo'lsa bu faoliyatning temisi Gollandiyada Uyg'ur yarmankasi, lekin bu faoliyatning izchil 10 yilda ko'p qoldi bu yarmank qilyapti. Bu tunji qatimliq bir suhbat programmamiz. Hem bu Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyati haqida bir vaqt bir suhbatlar bo'lib boqmadi. Nurg'un qarindoshlarimiz bilmasligi mumkin. Mesela Gollandiyadagi bilgan bo'lsa, dunyoning har qaysi yerda qarindoshlar bu Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyati qachon nima maqsad qurilgan, nima faoliyatlarni qilib kelyapti. Bu vaqtlarda jiq uchurlarni bilmasligi mumkin. Bu haqida bir qisqacha bir to'xtalib bergan bo'lsam, rahmat. Bo'ladi. Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyati 2007-yili tunji qadam boshlangan bo'lsa, 2009-yili rasmiy davlatning rasmiyatidan o'tkazilgan bir tashkilot. Albatta Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyati qurilishda nima uchun qurildi, qanday qurildi desak, biz Sharq Turkistonliklar chet elga chiqishda hammamizningki ma'lum bir muddao bilan, ma'lum bir maqsad bilan chiqig'liq. Asosli hammamizning maqsadi vatan da'vosi. Vatanimiz Sharq Turkistonninki xizmatini qanday qilib bu da'vo uchun bir tuhfa qatish maqsad bilan
avib qoldik Gollandiyada. 2009-yili avg'an bo'ldik Gollandiyada. O vaqtida rasmiy bir tashkilot qurilish kerak bo'lgan bo'ldi. Chunki sonimiz avg'andan keyin bu son qarta bir yig'ilish kerak, uchrashish kerak, o'zaro har xil faoliyatlarni o'rlashtirish kerak bo'lgan. Ham shundan bilan birga vatanimiz bo'layotgan bu da'vo, Sharq Turkiston da'vosini qilish uchun bu yer siyosiy faoliyatlar, ijtimoiy faoliyatlar degandek turli ehtiyojlarga qarta bu tashkilot shu vaqtida qurildi. Ma'rif jamiyati deb qurilishda biz bu yerda albatta Gollandiyadagi sonimizning ovushi bilan birga bu yerdagi avlodlarimizni yetildirish, ham bu yerdagi kelajakda bu da'vo faqatlam bir namoyish bilan va yoki faqatlam kundalik qilgan bir faoliyatlar emas. Ya'ni albatta umumiy, yana bir tarafdan uzun muddatlik bu da'voni o'ylagan vaqtida bir ma'rif shaklda bir faoliyat olib berishning ehtiyojini ko'rib, shuna Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyati deb shu jamiyatni qurgan bo'ldik. Bu jamiyat qurilgandan tortib ta hozirgacha xizmatlarimizni izchil, ba'zan de cho'ng doirada, ba'zan de ojiz bo'lsak, ba'zan deganda har xil shaklda qilib mushkun keldik. Bizningki qiblimiz jamiyatimiz qurilgandan tortib ta hozirgacha Peygamberimiz Aleyhisselam'ınki bir hadisi var. Hayrul a'mali advamuha velav qal deydi. Yani işninki en yaxşısı davamlaşkan iş degan bu hadis bizningki şu jamiyat qurilishdan burun bizning qiblimiz bo'lib kelgan ta hozirgacha va bundan keyin bu hadisni qibla qilib davomlashib kelyapmiz. Jamiyatimizningki qurilishi shu. Rahmat. Mesela ikkinchi savol aytaylik. Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyati mening bilishimcha Yevropada Gollandiyada emas, Yevropadan bir o'rnaklab tunji qatam Uyg'ur yarmankisi faoliyatini olib bordi. Aniq vaqtda mening esimda yo'q ish qilib, men har yilnisi 2 qatam bu yarmankiniki bo'layotganligini shohid bilaman, hammaning kuchli qo'llovchisi shu yarmanki kitoblarni tuzaman degandek. Shundan bu Uyg'ur yarmank nima sababda Uyg'ur yarmankisimda bir faoliyatni bir o'ylash qilib qoldinglar? Hozirgacha qancha qatam bunda Uyg'ur yarmank faoliyati olib berildi? Uyg'ur yarmankisini o'tkazish asli nereden kelib chiqdi degan vaqtida, hani biz 2009 jamiyatimiz qurildi. 2012-yili tunji qilib bir Gollandiyada bir yer kiralagan bo'ldik, ya'ni bir markaz kiraladik. U yerda silmi xavronlar maktab boshlandi, darslar boshlandi, jamoat nayati bir izchil bir muqim faoliyatlar bo'ldi yerda. Ondan 2013-yili biz bu jamoatning qizg'inligini ko'rib, rasmiy bir yer setib olsak ekan deb plan 2013-yili esa bu planni boshlagan bo'ldik. Ya'ni bu plan hisobda 11-ayning 12-kuni Cumhuriyet günümüzde resmi plan ortaya qo'yilgan bo'ldi. Jamoatni qo'llab boshladik. Bu planni boshlagandan keyin albatta bunun iqtisodiy tarafi var. Qanday qilib iqtisodni tepish degan bu fikr o'rtaga jiq maslahat qilingan bo'ldi. Jiq o'ylangan bo'ldik. Yana bir tarafdan jamoatni qanday qilib bir yoqqa akilish, yani umumiy jihatdan bolalarimiz olsun, ayollarimiz olsun, cho'nglarimiz olsun, kichiklarimiz olsun, umumatan jamoatni bir yoqqa akilish uchun cho'qim bir ma'lum bir faoliyat chiqarishimiz kerak o'rtaga. Bu yarmanki masalasini qarasak, bu Gollandiyada Türk jamoatlarininki bu muqim kelayotgan bir faoliyat ekan. Bularni kermis deb ataydi ekan, ma'lumki atishida. Bu nima uchun degan vaqtida bular shu faoliyat orqali biri jamoatni yig'adi ekan, o'zaro bir yig'ilish, cho'ng bir jamoat bir araya kelgan bir cho'ng faoliyat bo'ldi ekan bu. Yani cho'nglar kichiklar hamması. Hem shuninglar bilan birga bu masjid uchun bir kirim bo'ldi ekan endi. Ikki taraflama bir faoliyat ekan.
Bizmi ko'rib, bizda Uyg'urlarniki, bizniki urf-odatimizda bunday bir faoliyatlarni bulab baqqan emas endi. Bu ama biz bu yerga kelgandan keyin bu jamiyatni mang'uzish, jamoatni bir araya kelish ham iqtisodiy tarafini hal qilish tarafida qarasak bu yaxshi bir faoliyat ekan. Jamoat lubdan kelgan. Bizmi buni qilib baqsak qanday deb jiq o'ylashib, tunji herhalde esimda qolsa 2016-yili tunji qilib bu faoliyatni qilgan bo'ldik. Qilgan vaqtida nihoyatda aktiv bir faoliyat bo'ldi. Jamoatmi to'liq keldi. Yani cho'nglar, kichiklar, oila, bolalar chiqib umuman nihoyat yaxshi bir faoliyat bo'ldi endi. Bo'lgandan keyin biz shuningdan tortib buni muqim qilaylik deb har yili ish qatim qilib kelyapmiz. Ya'ni yozda bir qatim bo'ldim 5-oy atrofida. Masalan, bu yil Alloh xolisa o'sha hafta shanba yakshanba kuni bo'ldi. Va kuz tarafda, ya'ni 10-oy atrofida bir qatim. Ya'ni bu her tarafdan o'ylab aytgan vaqtida yani 5-6 oy yildan keyin insonlik qish chiqadi, bir yoz kirib insonlarimizniki bir yer kelib, bir o'zaro oilacha, bolalarcha bir ta'tilga ehtiyoj bo'lgan bir vaqt endi. Yani bir tarafdan jamiyatga ma'lum bir kirim bo'lgan bo'lganlik uchun buni tunji boshladik. Boshlagandan tortib ta hozirgacha yilda ish qatim muqim qilib kelyapmiz. Faqat shu korona chiqqan vaqtida herhalde 1 yil shu vaqtda qilolmadik. Uningki boshdan va hozirgacha muqim qilib kelyapmiz. Bu faoliyatninki unumi nihoyat yaxshi bo'lib kelyapti. Hamda Gollandiyadagilar albatta qatnashadi. Hatto sirtdan kelganlar jiq bizniki xalqimizdan Belgiya, Germaniya, hatto Fransiya, Norvegiya, yani Shvetsiya jiq yerdan kelib bu nihoyat bir muqim bir tunilgan bir faoliyatga aylandi. Rahmat. Her qatimdan Uyg'ur yarmankisini echish uchun qanday tayyorgarlik qilyapsizlar? Buningda yana Uyg'ur ayollarining roli bek cho'ng bo'layotdi. Bu vaqtda bir qisqacha tushuncha bergan bo'lsangiz. Albatta bu faoliyat kichik faoliyat emas bizga nisbatan. Buningga oz degan 2 oy burun biz tayyorlikka boshlaymiz endi. En başta albatta har qanday xizmatning taqsimoti bo'lgandek bu faoliyatning taqsimotini qilamiz. Jamiyatningki a'zolariga her kishiga o'ziniki nima ishni qila oladi, qaysi ishga mas'ul bo'ladi degandek tunji qilib taqsimotga bilan boshlaymiz. Taqsimot qilgandan keyin bu yerda bir qancha muhim nuqtalar bor endi. Biri bu faoliyatga yordamlashadigan shirkatlar. Bunu biradan mas'ul qilamiz. Bir qancha Gollandiyadagi shu Uyg'ur shirkatlari olsun va yoki atrofimizga bizga yaqin yordamlashayotgan turk shirkatlari olsun, ular bilan aloqalash orqali bu yarmanka ketadigan chiqimlarni shularning yordamlashish bilan buni hal qilamiz endi. Bu bir taraf bo'ladi. Yana bir tarafdan yarmankimizga alohida to'hfa qatgan hamda ayollarimiz. Bularninki kuchi favqulodda bo'lishningki ko'rinishda bu ayollarimizningki roli bek cho'ng. Masalan, hozir men sizlar bilan suhbatlashyapman. Nurg'un ayollarimiz hozir markazda tayyorlik qilyapti hozir. Kech kunduz uxlamay mush yarmankaning oldida 1 hafta tayyorlik qiladi. Şu ayollarimizga men mushu banada alohida rahmatimni bildiraman. Hem bir nuqtani eskartib o'tamanki, yani ayollarninki bularmi bizniki tashkilotchilikda bo'lsin, da'voda bo'lsin, umuman jamoatchilikda ayollarning roliga sal qarash qat'iy bo'lmaydi deb qarayman, chunki ayollarning roli favqulodda muhim ekan. Buni biz ko'rib yashayapmiz. Bular bizning jamiyatninki shu yarmankada bo'lsin va yoki boshqa faoliyatlarda bo'lsin, ayollarning roli favqulodda cho'ng. Shunga ayollarga bu jihatda biz ham alohida rahmatimizni bildiramiz. Shunga bilan birga bu bizningki bir restoran bo'lmagan ekan, bu faoliyatni qilish uchun nurg'un ustalik ehtiyojimiz bor. Ya'ni bu bir qancha xil tamoqlar chiqadi. Bu tamoqninki yaxshi o'xshagan shaklda etilish uchun ustalik ehtiyojimiz bor. Ular bilan 1 oy burun ulardan kurashga boshlaymiz endi. Az deganda bu yerda 50 ga yaqin odam ishlaydi endi.
Bu adamlarni shu yipdan yengillikchilik urlashtirishimiz kerak. Bu birashkay bulan urlashtirish qilamiz. Chunki bizningki bir alayda restoranimiz bo'lmagandan keyin hamma narsani yo'qdan bor qilib urlashtirish to'g'ri keldi. Allohga shukr, hozirgachilik Gollandiyadagi bizning usullarimiz, oshpaz usullarimiz bo'lsin va yoki har sohadagi qarindoshlarimizning, jamoatimizningki aktiv va rol olish bilan bu faoliyat yaxshi bo'lib kelyotdi. Rahmat. Hem şu Yermenke jarayan en çok qiyinchilik nima bo'layotidi? Endi biz faqat o kelimiz, tomoq yeymiz, ketimiz. Siz degandekmi ayollar necha kecha kunduz ishlaydigan gap, erlar nurg'un narsalarga tayyorlik qiladigan gap, bu jarayonda eng chong qiyinchilik nima? Qiyinchilik bilasizlarmi, Gollandiyada, Yevropa umuman hozir hammadan ishlaydi. Hammadanning o'ziga kuchli bir turmushi bor, oilasi bor. Bu yerda ishlaydi. Ondan bo'lgandan keyin biz bu yerda ayollarimiz olsun va yoki boshqa usullarimiz olsun, bütün bu yerda yordamlashyotganlar vatan millatining manfaati uchun deb bir haqsiz bu yerda ishlaydi endi. Ishlagan bo'lganlik uchun o'zining shaxsiy turmushini qamdimiz taqolmaydi, bu ishni qilmasak taqolmaydi. Undan bo'lgandan keyin ig'ir bir nimalik badal to'lash, fidokorlik bor. Bu osonga to'xtamaydi endi. Ama shunda adamı usullarımız olsun, ayarlarımız olsun, bizge şu septe yardımlaşıyotganlar olsun. Özlerinin işini sırt bununla yardımlaşganlik için bu Kötü oldu mu? Ovozim bormi, Abulqosim hojam? Sizning ketib oldi. Ovoz bormi, yo'qmi? To'g'ri, yaxshimiz o'zib ketdimi, yo telefonim batareyasi yo'qmi, bitta o'qib qo'yay. Alaykum assalom. O'zib ketib qoldi. Her şey sizin evladına bakıyorsunuz. Ben de mi tadım oluyor? Ya sizning taraf o'zib ketdi, sizning to'g'ri o'zib ketdimikin deyman. Ya bir telefon geldi, yüzü attım, şu an bilmiyorum oldu. Aç telefonu ochganda qaytib keringlarmisiz? Etkileme hemen oldu. Assalomu alaykum qarindoshlar. Suhbatimiz obdan ketyapti. Tuyuqsiz uzib qoldi. Birdan sabr qilib turaylik, hozir kirdigan bo'ldi. Hozir boshlaymiz yana. Davomlashtiramiz. Savolinglar bo'lib qolib qolsa, Yermaga oid qoldirib qo'ysanglar bo'ladi.
Xo'sh. De. Telefon kelib qolganda shu telefonni besitingda bu da uzib ketib qolmasin. Ha telefon uzib o'tay, besib o'tayman. Xo'sh, endi boshlaylik. Alti kelgan aşağılık qiyinchiliklar nima degan kelgandiqda. Yarmankalikka. Qiyinchiliklar biroz deb o'tdim, herhalde gapim to'liq bordim ya bilmadim, yuzib ketdim. Bade hozircha hammasi o'zining Qiyinchiliklarni tekrar deb o'tsam, bu Yevropada hammamiz ishlayapmiz. O'zimizniki shaxsiy turmushlar va oilamiz va bolalarimiz va bo'lganlik uchun bu yarmankimiz 2 kunlik yarmanka, ammo buningda nurg'un tamoqlar, nurg'un tatliq turi, ochiq tushuk degandek nurg'un narsalar chiqarilgan bo'lganlik uchun buning nurg'un ustalar kerak, nurg'un ayollarimiz xizmatni qiladi. Uning uchun nurg'un kuch ketadigan bir ish. Bu jihatda hammamizning ishi bo'lganlik uchun bu tayyorlikni qilish, bu xizmatni qilish uchun hali og'ir qiyinchiliklar bo'ladi. Ammo shunda adimo yani bu ustalarimiz olsun, ayollarimiz olsun, bu aqsabda ish qilayotgan qarindoshlar olsun, o'zining ishidan sirt, yani vaqtini chiqarib qilyotdi. Ulardan mushu banularning hammasiga alohida rahmatimni aytaman. Qiyinchilik bo'lsa-mu, lekin qiyinchilikni yengib, yillardan beri davomlashtirib kelyapmiz. İnşallah bundan keyin mushakil davomlashadi deb niyatimiz shu. Rahmat. Uyg'ur yarmankasiga tizilgan yemeklar qandoq hozirlandi? Uyg'ur kulturiga oid nimalar bu yarmankaga tizildi? Tamoqqa oid biz qo'limizdan kelishicha eng ko'p chiqarishga tirishimiz ham yarmanka bo'lganlik uchun. Ama imkoniyatimiz cheklik bo'lganlik uchun butun tamoqni chiqarib bo'lmaymiz. Ammo asosiy tamoqni chiqarishga tirishimiz. Masalan, kebab, polo, samsa, lag'man, masalan, bu asosiy tamoqlar. O'tgan yillar undan burun tonu kebablarım chiqqan bo'ldi. Hatta tonu samsami yiqilgan bo'ldi bu yerda. Ondan sonra albatta ayollarimizningki nurg'un har xil tatlı türümleri var. Nallan yakıdı, sanzı salıdı. Mesela bu qatim az etqa az qolganlik uchun qurban etqa. Alayda sanzı salıvatıdı necha kundan beri. Nay yaqıvatıdı mesela. Ondan sonra nurg'un tatlı türümlerini tayaqlıvatıdı. Ondan başqa açıq tushuklar ekan bizning Uyg'urlarning kunab ketgan burun tatib. U narsani qilyotdi. Ko'p qizasuvi var. Opa. Yani nurg'un tamoqlarimiz bor, asosiy tamoqlarimiz. Ondan sonra albatta o'zimizning kitoblarimiz bor, uni sizlar ichyapsizlar yildan beri. Qo'limizdan kelmish bor kitoblarni chiqib qo'yyapmiz. Ondan sonra o'zimizningki kultur kiyimlarga oid masalan har xil kiyim buyumlar bor, do'ppa va yoki har xil kiyim-kechaklar u bo'ladi. Ish qilib yani o'zimizga oid yani kiyim-kechak olsun, yemek-içmek olsun, kitap olsun qo'limizdan kelgan imkoniyatni eng yaxshi shaklda ko'ksitishga tirishimiz endi. Rahmat. Endi bu yarmanka har yilda yaxshi ib berilyapti-da. Endi bu yarmankaniki Gollandiyadagi Uyg'urlarningki kimlikni saqlab qilish, Uyg'urlarningki kulturni yerliklarga ko'rsatish, shularni kelyapti degandek. Bu ishda qanday roli bor? Bu yarmankiningki roli cho'ng deb o'ylayman. Men qana deganda eng boshda o'zimizningki, ya'ni albatta bizning bu Sharq Turkistonlik bilan biz da'vo uchun yashaymiz bu yerda. Ammo bir tarafdan bu davoni qilganimiz bilan yana bir tarafdan uzun muddatli kimligimizni qo'g'dash degan bir muhim masala bor bu yerda. Yani biz albatta vatandan kelganlar bizga nisbatan cho'ng bir o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Ammo bu yerdagi bolalarimiz hozir yo'g'nayotdi. Hatta Gollandiyada oldi hozir bolalar o'yinishga qarab menyapti hozir. Yani nurg'un bolalarimiz o'syapti, yo'g'nayotdi. Bu bolalarningki o'zininki milliy kimligini qo'g'dash uchun bu faoliyatning favqulodda cho'ng roli bor deb qaraymiz. Chunki bu yerda albatta oilada ota-onalar bilan sutimiz bilan bolalarimizni tarbiyalaymiz, kimligimizni qo'g'dash uchun. Ammo
manda bir çoğun cemaatçilikni küreş, onu yaşatış, bu başka bir ta'sir qo'zg'aydi. Onun için bu o'zimizning kimligini qo'g'dashda bunlar çoğun bir rol o'ynaydi deb qaraymiz. Yana bir tarafdan etrafimizdagi yerlik millatga o'zimizni ko'ksitish, o'zimizni tuntish, o'zimizniki bu yerda borligimizni bildirish bu nihoyat cho'ng bir muhim masala deb qaraymiz. Uning uchun biz shu turayotgan shahar hukumatining boshlig'ini chaqirdik. Necha qatim keldim, keladi faoliyatlarga. Ham shu atrofdagilarga bu e'lonni tarqatdik. Shu bizningki turayotgan shu shaharninki uy reklamni tarqatildi masalan. Bular keladi, kiradi. Bu yerda o'zimizningki bog'liqini bularga tuntimiz. Chunki bular Gollandiya bunda bitib ketsak bo'ldi. Uni Gollandiyada u Ukraina urushidan burun, yani Falastin masalasi chiqishdan burun, endi Sharq Turkiston Uyg'ur masalasi asos kun tartibda bu yerda. Yani insonlar hozir Uyg'ur desa qanday bir Gollandiyalik biladi. Onun uchun bu yerda o'zimizning bog'liqini ko'ksitib turishimiz bu muhim deb qaraymiz. Undan sirt boshqa musulmon jamoatlar, turklar bo'lsin, arablar bo'lsin, atrofdagilarni hammani da'vat qilamiz. Bu faqatla bir o'zimizning bir kultur emas, ya'ni bu o'zimizning Gollandiyada bog'liqini isbotlaydigan bir o'zimizni ko'ksitadigan bir so'ringa aylandi desak bo'ldi yana bir tarafdan. Chunki bu yerga nurg'un tashkilotning cho'nglari, cho'ng hatto parlament a'zolari, hatto shaharlik hukumatning boshliqlari yani ziyoratga keladi. Yani yillardan beri kelib kelyotidi. Yani bu her tarafdan nihoyatda bir ahamiyatlik, muhim bir faoliyatga aylandi deb qaraymiz endi. Rahmat chiqib har qatim shunaqa faoliyat bo'lgan vaqtida sen o'sha o'rtaga kitob sotqach, bolalarga kitobni ko'rgach ba'zida bu bizning vatanmi deb so'raydi-da bolalar. Masalan, mening bolalarim deydi, "Bu bizning vatanmi" deb. Yana shu bolalarmi bir vatan farqi birlikda biz mana shu kelsa xuddi bizning vatanning bir yez bozoridagi bir kent bozor demdik hamda. Shu. Aslında bir yerde nima bo'layotgandek bir dam olqishi vatanning bir nimalarni his qildirdi bizga. Shu. Andalqa deydi, men anglagandan bir ko'rgan afzal deb. Yaxshi. Endi bolalarimizni, ailamizni albatta biz Uyg'urligimizni deymiz, isbotlab paranglashimiz bolalarimiz bilan biladi, ammo menda cho'ng bir jamoatchilikni ko'rgan vaqtida Uyg'ur desa esiga bu keladi endi. Bu bir yaştish bo'ldi, amaliy yaştish endi. Onun uchun masalan ta'lim tarbiya ishlarini qilayotgan muallimlik qilgan odam bilasizlar, bu bolalarni ko'ksitish, yaştish o başka bir tarbiya ekan endi. Onun uchun bu faoliyatningki bular yani bolalarimiz uchun roli cho'ng deb bilamiz endi. O yerda tizilgan narsa qarasa bolalarning hammasi Uyg'urlarning an'anaviy kiyimlari bor oyoqda. Albatta. Bayroq, har xil nimalar, kitoblar. Eng muhim kulida, yani millatning kulida nurg'un insonlar kelgandan keyin chunki bu bolalar vatanga bormagandan keyin, ko'rmagandan keyin Uyg'ur desa shu yani biz degan gaplar shu televizorda ko'rib qolgani u yer bet anglag'ini qoldi. Maya ko'rgandan keyin bizning odam rasmiy sanadi buchu. Yani bunu ko'rayotgan biz. Bu bak muhim endi. Muhim buniki qimmat haqiqatan Uyg'ur farzandlar uchun muhim. O'sha kelgan bolalarni e'tim kirimiz yani mishaga her hafta içimiz bo'lmaganda gap anglaymiz yani bolalardan. Masalan bolalarga amroq berishga voy Uyg'ur emasga, Uyg'ur yermasiga bildirilib mangadi bolalarda hamda Uyg'ur degan ong kishini bolalarning qalasi sinig'lik. Uni da gap yerliklarga noat yaxshi ta'sirini qoldirug'liq. Shularni ko'rgan mesela Facebook'da ya Instagram'da kelganlarni ko'rib keladi, voy bizning vatanlik bo'lgan lag'manni yeb boqqan mallarimiz degan deb ashada so'zlab reslni tortib ketadi. Ana keyin bir necha muxbirlarga biz ziyorat qildi. Albatta. Bu narsaning hammasi Uyg'urniki beshak mavjudligini ifodalashda haqiqatan faoliyatniki ahamiyatning cho'ngligini his qildik bu narsalarnikida. Masalan, turklarni har yilisi har qaysi masjidlarda o'ziniki yarmankasi o'tkazdi. Ularning jamoatini o'zining bolalarga shu yer orqali turk madaniyatini his qildirdi. Biz endi Uyg'urlar yilda 3 qatim qilgandan keyin mana bolalarning shuni kutadi endi qachon yana shu yarmanka bo'ladi. Buni haqiqatan endi ahamiyatlari cho'ng endi buniki.
Bo'lsa ben muşu bana değil mi? Bo'lsa yani biz Gollandiyada elbette bunu 40 kilovatımız bundan kim inşallah davranışıdır. Bo'lsa başka devlet tildi mi? Endi Uyg'urlar hozir hamiyada bor. Yevropaninki qaysi davlat qolsak bor. Butun dunyo taqilib ketdi qanda. Albatta dardimiz ig'ir, vatandagi ahvolimiz ig'ir. Ammo endi dardlanib o'ltirgan bilan bo'lmaydi. Chuqur bu yerda kelajagimizni, bolalarimizni kelajagini, bularning kimligini qo'g'dash uchun shunday faoliyatlar bo'lishi nihoyatda muhim. Bo'lsa boshqa davlatlarga kelib shunda joriy qildirib bu ishlarni davomlashtirish qilsa kelajagimiz uchun, avlodlarimiz uchun favqulodda muhim. Ham shuning bilan birga bu bana bilan tashkilot olsun, ya'ni shu markazga ma'lum kirimi bo'ladi bu yerda. Yani ma'lum kirimi bo'ladi, bu orqali yana xizmat davom etadi. Yani o'zimizningki nimasini bu faoliyatlarimizni, chiqimlarimizni hal qilishningki bir chorasi hisobda, yani bir tarafdan da. Yani ikki ish bir vaqt hal bo'ldi. İşte bundan başka hem de demelik yeyilsek uydan biraz itemeyen tabaklarımız var. Shu. Bir çıkıda yep kirelsek tapılanmayacak neyse hemimiz bade hem aşağıda. Uygunlar tanışmıyoruz, tanışmıyoruz. Köngülleşilip kap kaldı. Azarak olsa vatan söygümüz, vatan olan sığınışımız şu bazada bir şekilde bulaşarak beskilike. Doğru. Rahmet emse yani bir sual hem de her katımlık şu Uygur Yermenkisi de yenilikla bulavatı dedim. Yani izçil ben her katımlık Yermenkide her işkiyse bütün gün bağı ben kitap sitepmek lavatı hem de her Yermenkide yeni yeniliklarını barlıq keltirip atısılayan mesela buldu Siyad Arabistan Berikleşindeki ayrıplan beltine kimga chek chiqib qolib qolsa o'shadan tamoq yeb ketdim hol hammadan tortiq bir nimasi bo'ldi kimga chiqib qolib qolsa chek shu berkitish aeroplanida haqsiz berilsa bu yana qanday bir yangiliklar bor bu yilmi Türk Hava Yo'llaridan 2 bilet bergan bo'ldi. 2 kun bilet ta'tildi kech soat 6:30 bilan. 2 kun mu? 2 kuni, shanba kuni birisi, yakshanba kuni birisi. Bu qatim Turkiyaga berib kelish berildi. Buningdan da albatta uningdan sirt yana ba'zan qarindoshlar bu Turk Hava Yo'llarining bizga qilgan bir nimasi ham deydi. Bu faoliyatimizni qo'llab bu faoliyatimizga bizning sizlarga qatqimiz olsun. Qo'limizdan kelganida havo Turk Hava Yo'llari bular sutimiz bilan bizning qo'limizdan kelganini bu ekan deb u ikki tal biletni bizga atadimdi. Ondan sonra bunu anlagan ba'zan qarindoshlar ham bizning töhfimiz olsun deb masalan bir qarindoshimiz dedi restoranda 100 euroluk men mehmon qilay dedi. Chek taqsin dedi. 2 qatim. Shanba ham yakshanba kuni. Yani bireylen bizimki aramızda bireylen kümeçilik kıldı, kebap küme sattı. O dedi ben her günüge 2 sandıktan küme ataydı dedi. Eğer çek çıksa, kim mi çıksa şimdi 2 sandık küme vereyim dedi. Yani bireylen dedi ben tok çeynike ataydı dedi. 2 günge 2 tal. Onun sırt yani iznek tayak koyduk. Yani demek eğer mesela ma'lum miqdorda bilet elib bilet hajlaganlar bo'lsa ularning chek tortish haqi bo'ladi. Akşam saat 7:30 saqlab tursa 7:30da umuman chek tortish bo'ladi. İnşallah yaxshi bir yani bir tarafdan albatta bu bir nima qilish hamda bu shu chekka qitilgan qarindoshlarniki o shirkatlar olsun qarindoshlarimiz olsun bu yarmankini qo'llab taxminan bu yarmankini jonliq ham ruhli tutish uchun ularningki bizga bergan bir nimasi hamda taxminan bir yani ularning bir yordami bizga hamda jonliq bo'lsa unda hamda yani bunu karşılaş şartı var çünkü adam mesela mene deydi mesela ben Almanya'da qolib qolsam bir kun manchipullik qilib aşağı iste'mol qilgan bo'lishim kerakmi yani o yerda Sharq Turkiston dollar ishlatib pul olmagan tomoqni shu dollar sotib olib olamizda hamda demakchi hamda u yerda biz siz bilasiz bizningki yilda o'zimizdan chiqargan kartimiz bor o'zimizningki puli sizga bo'ldi endi u Sharq Turkiston dollar deylik Sharq Turkiston dollar $50 mesela 50 euroluk pul alsa
çıkartarsa o adamınki bir tal çak ters şak olurdu. Eğer onundan kançılık yani 100 euroluk alsa çıkart iki çak ters şak oldu. Onundan yani her 50'ke bir çak ters şak var. Yani, onun için qarindoshlarniki aktif qatnaşı, onun ballarını elip kelib, ailesi kelib, bu yerda bir ish kun haqiqiy bir o'zimizniki Uyg'ur jamiyatini yaratishga hammalarninki bekishlik to'pisini, o'zininki bir hassini qatishni orzu qilamiz. Yani bizim bu qilishdagi maqsad faqat bir qizg'in bir kun bo'lsin yani. Demakchi maqsad bu yerda. Şuna qarindoshlar kelsanlar mana 50 kilo tomoq yeb qolsanglar Türkiye bir kaç aylardan çıkıp olalım doya başına sıkın 12 bin. Çıkışı mümkün yani. Mümkün hem de. Belki. Rahmet demse yani bir reser ma şu Avrupa Şarkı'da marifetinden faaliyetler hakkında bir azrak bir sual sorup bakaydım. Yani bu Avrupa Şarkı'da marifetinden kurulğanına yakın her jilnisi işte faaliyetine merkez bir kilovatı ya bunun Gollandiya'nın parlament a'zolaridan bu Denk Parti'nin parlament a'zolari parlament turishlik vakilleri kelib qatnashdi. Ona boshqa nurg'un turk tashkilotlar kelib so'z qilib keldi. Bu qadar eng bundan diqqat tortgan bir nuqta Denk Parti'siniki, yani O'ylam Parti'siniki parlamentdagi vakiliniki shu yerda Sharq Turkistondagi besilgan zamin ekanligini, uni Shinjongda Sharq Turkiston ekanligini parlament o'ttirib qo'yma buni kun tartib etkilemen deb shuni so'zlagan. Degandek o keldi. Bular yapmış ikki hafta o'tgandan keyin rostaganda bu parlamentda o'ttirib qo'yildi. Hepsi o parlamentda tasdiqdan o'tmay qoldi. O'tmasa lekin qanday bo'lsa Gollandiya parlamentiga, hukumatiga shunday dunyoga bir kuchli bir signaldan birisi berildi-da. Bu narsaniga buni hamma xush bo'ldik. O'z bir kichik partiya bo'lganlar Uyg'urlarning yana turyotdi. Qanday Uyg'urlarniki ovoz anglitib kelayotgan partiya. Ana shu partiyani yana bir o'tganda sizlar Facebookda bir narsa chiqardinglar. Bolalarni tarbiyalayotgan bir narsa. Bu shaqir bir azroq bir tushuncha bergan bo'lsam Mush banada azroq Gollandiyaninki shu biz Uyg'urlar masalasida sal 5 qaytsak. Yani masalan 2001-yili kelgan vaqtimizda yani Uyg'urlarning tunji kelgan yili desak bo'ldi 2001-yili. Çünkü 2001-yili men kelgan vaqtida shu 20-30dagi bolalar kelgan, shu yili kelgan. Yani hisobda Gollandiyada Uyg'urlarning tarixi 2001 boshlandi desak, menimcha to'g'ri bo'ladi endi. Shu vaqtida yani Gollandiyada hatto bizning Uyg'ur degan ism buningki rasmiyati yo'q ekan to'q. Yani İngilizce yazdı ekan vaqtida Uyg'urda. 2001'dan da. Endi hala bugungi vaqtida 2022da Amerikadan keyin tunji qilib Gollandiya parlamentida Uyg'ur qirg'inchiligini o'rtaga qo'yilib, yani ko'pincha partiyaninki qabul qilish bilan yani bu Uyg'ur qirg'inchiligi Yevropaninki tunji yani Gollandiya e'tirof qilindi. Yani bu albatta mishadiki Uyg'urlarninki har bir kishininki bir bo'yab qatgan to'pisininki bu yer qilgan xizmatninki natijasi deb qarasak bo'ladi albatta. Yani undan sirt yani Gollandiya parlamenti olsun, sirtqi ishlar ministrligi olsun, yani Gollandiyaning umumiy qatlamda Yevropadagi boshqa davlatlarga solishtirgan vaqtida Gollandiya Uyg'ur masalasida xilvak oldida. Yani çünkü bu siyasetçilerle biz kurashash jarayonida ularninki gap so'zlardan uni kurab turganmiz. Yani o'zida yani kichik davlat bo'lsa-mu, lekin bu Uyg'ur masalasida buningki qarshi tushunchasi xilvak oldida, boshqa davlatlarga solishtirgan vaqtida. Onun uchun yani Gollandiya parlamentida bir qancha guvohlik faoliyatlari o'tkazildi. Bu siyasetçiler bunun alayida ahamiyat berganlik. Şunun qatoridan bu Denk partiyasi bularmanda albatta boshqa partiyalar bor bizni qo'llab kelayotgan. Ama Denk partiyasi alayida qo'llaydi hamda. Bular bizim faaliyetlerimizde olsun, yani biz to'g'risida doklad sunishi olsun, yani her jihatda yani bular oldin qator turyotdi. Şunun qatoridan buniki bizga bergan bir taklifi biz Gollandiyada
üsep çoğunluvatkan ballardan bir grup ballarını siyasette yetiştirsek, bularını yitildirip bu Uygur meselesini, Şarkı Türkistan davasını müşahede tuğulup çoğalgan ballar bunu siyaset kiriş arkalık, parlament kiriş arkalık, siyasi dünya kiriş arkalık aslında adamdım yitilgenli olsa bu dava takım ilgileydi diyen bu teklifke esasen yaş ballarını terbiyeleş nimisi planı başlanıp tunca kursu başlandı. İnşallah Allah kalırsa belki biraz kila ayının 5'i yana buludu. Yani bunun için her ayda bir katım Gollandiyada to'g'ilib cho'ng'ilayotgan ham tili ravan ballardan bir qancha ballarni yetildirish plani bilan bu davomlashyapti, boshlandi. Inshaalloh bundan keyin davomlashadi. Bu ham yaxshi bir yangilik hamda. Inshaalloh bizmi bir mezgildan keyin, bir vaqtdan keyin Uyg'urlarning ichidan parlamentda, hatto ministerlikda, siyosiy maydonda yani kurashimiz mumkin. Çünkü bu yerde siyaset oynatganlar şu bizga o'xshash odamlar, boshqa bir odamlar emas. Onun için hozirdan tortib buni qadami elindi. İnşallah aldığımızda takım yok neticeler çıkıyor deb qaraymiz endi. Rahmat. Bu meğerim samba mı ya o alaka ballarniki? Ya onunki şeklimiz yok. Yaş çeklimisi mi? Yaş çeklimisi bolsa hem de onunki talep kılgan 17 yaşdan yukarı bolsa yaxshi deylik. Çünkü Gollandiya'nın kanunu boyunca 17 yaşdan yukarı adam özünki siyasi göz karşı kanuni taraftan özünün tanlash hakkıları bulgan bolgan ekan. Mesela siyasi ders geçse o adam mesela siyasi parti tanlash mesela siyasi özünün fikrini ortaya koyaş meselelerde kanuni jihatdan onunki hak huquqqa uygun bulashqa 17 yaşdan yuqori bo'lsa bo'ladi, yaxshi deylik. Ammo 17 yaşdan tuvan bo'lsa-mu, lekin siyoset qiziqadigan bola ulab qolsa, yana ular bulayverdi. Uni biz apag'an bolaning ichidami 17 yoshga yetmaganlar bor, undan ish qildim bor. Hammasi qizg'in, bag'andan keyin bak xush bo'ldi bolamni. Ularni qizg'in zodi. Bundan keyin buni biz davomlashtiramiz deb o'tiralik. Mesela Gollandiya'nın mesela aktif faaliyetçilerge mi katnası bulamdı mesela onunla? Bo'ladi. Ya ular zodi chek qo'ymaylik onunga. Muhim bo'lgani degan mishadi bir siyosiy jihatda yetilishni orzu qiladigan, Uyg'ur davosiga qiziqadigan, yani bo'lsa qatilsa bo'ladi yani. Yani bunu so'rash maqsadi ba'zi odam ikki qism o'zini opirib boshqa nima qilib qo'ymadigandek har xil gaplar bo'lib qolib qolsa shuni nima qilsa deydi. Demek ki özel bir terbiyelek siyasiyet, özel bir akata, siyasiyet ders kurs ügülüp üzerinden siyasi anlayış yukarı götürüyor. Her kadar bir adam bası buludu diyen gap. Buludu. Hatta değil yani biz yitildirip koyayla hatta başka parti tanlasın meyil değil yani biz denkinde tanlamasın buldu. Fakat bizim maqsadımız şu Uygurluğunu yitildirish arkalık Uygur davasını takım yukarı perdeye çıkış yani onun maqsadi şu yani. Yaxshilabdi. Unda vaqtda to'g'ri gap qilib qolsa, xudoyim bo'lsa, men bir borib qatnashib boqsam bo'ladi ekan mesela vaqt. Albatta. Rahmat Abul Qasim hocam bugungi suhbat yaxshi bo'ldi. Asosida o'sha Uyg'ur yarmankisi bo'lganligi uchun endi buningga yondosh holda tashkilotni bir tunishtirish bilan tashkilotning faoliyatiga qisqa to'xtaldik. Ana bu yerda bir savol chiqdi. Bu savolga bir qarab boqaylik. Bireyler so'rabdi, Gollandiyada tashkillangan futbol komandasi qanday qaraysiz, qanday yordam qila olasiz? Rahmat debdi. Albatta Gollandiyada qurilgan bu futbol musobaqasiga qatnashish albatta qo'llaymiz. Chunki bu bir yangilik bo'ldi, xabarni biz ko'rdik. Yani tunji qilib xalqaroda bir Sharq Turkiston nomida musobaqa qatnashish fursatiga ega bo'lganligi bu yangi bir qadam, ham bir cho'ng bir ilgirlash. Yani xalqaroda ismimizdan chiqishi, bizning xalqaroda boshqalar bilan bir so'rinda o'tirishimiz bizga nisbatan shu yangi bir utuq deb qaraymiz. Albatta o qarindoshlarimizni har jihatdan qo'llaymiz. Qo'limizdan kelishicha ular iqtisodiy jihatdan bo'lsin va har jihatdan qo'llaymiz va boshqalarni
bu neticəyə erişkən qarindaşlarımızı qollashni başqalarına tavsiya qilamiz yani. Rahmet. Hakikaten bu Şarkı Türkistan Ulusal Futbol Komandası'ndaki bu Angliya'daki yani ismi komutan aşağı devletlerindeki Asya musabaka tanlanıp şöyle kirişe Angliya top tipişe bu hakikaten bir iftikarlılığın, fakrlılığın, gururlığın terbiyeatimiz ama tenterbiye erkeğin kançı şu kadar canlanan da bu yerde. Tenterbiye alıp futbolniki bir devletniki unursal güçün ne kadar ekanligine görsüz ekan de bu garip yaşayatımız futbolsa bu cennet ortagan. Onda oğan kem Şarkı Türkistan Ulusal Futbol Komandası'ndan şundaq bir nemin katmışı biz Uygur milletindeki gururu, şerpini namayan kıldı. Elbette. Her cihetlerden ben pat arada müştahiden cıqnımını bulardı da programlar. Sonra bir mez saklap tutdu ama 6. ayda ben bularla bir programı kılıp hatta aşağı Angliya'daki programı Nehmey'den taqtışqa bir ressamını qoşa texnik Uygurlarning kürüş için bunu Facebook, Instagram, Twitter, YouTube'larda Nehmey'den taqtışını şulan bir işip qandaq qilsa bular yardım qila olayman deb paranglashishni o'ylashyapti. Elbette bu yani bir çoğun yanılıq bu. Bunu biz to'liq qo'llaymiz. Çünkü yani Şarkı Türkistan'ın menfaati için, Şarkı Türkistan davası için qanday bir ilgirlash bo'ldi ekan, albatta biz uning yanında. Çünkü ahirgi maqsadimiz Şarkı Türkistan davası yani bu bütün faaliyetlarınki eng ahirgi nishoni shu. Yani miyade salbiy inkasdan birisi chiqdi. Buni yozganlarni qarasak Uyg'urcha toza nima emas. Gapni toza jumla qamlashtirolmay yezibdi-da endi. Buningga men bir ifoda bildirib qo'y deb qoldim. Ana bu ekranda suhbat o'rlashtirgan bo'lgandan keyin ana bu yerda tomoqning bahsi qimmat u bu degandek salbiy gap tomoq qimmat emas. Misha kelganlar tomoqni qimmat deb ketganlar yo'q. Gollandiyada emas, Belgiyadan, Germaniyadan, hatta Norvegiyadan hamma davlatlardan haqli kelyapti masalan, kelib hammasi shunda huzur elab tomoqni yeb ketyapti. Sirtda bir qash tomoq yesak, qancha pulga yeymiz, mayoq qancha pulga yeymiz deb so'rashtirib baqsak, chiqdi turklarniki bo'lsak bir dinarni 9 yevroga yeymiz. Masalan-da, bu yer bir qash lag'ma yesak, nech pul ya, nimada 10 yevroma shundoq. Azam qimmat emas. Şuңашqa bu degandek bunda salbiy inkaslarni yezib, xalqning ko'nglini g'ash qilmayli, qo'ynim dekas qo'njimga deb bir markazni ichib, taraqqiy qildirib, ya'ni Uyg'ur uchun bir faoliyat qilayotgan bo'lgandan keyin, shunda ozroq bir kirim bo'lsa, yaxshi kimga Uyg'urga shunga nima qiladi? Ya'ni shu Uyg'urlarningki da'vosi qiladigan, ya'ni Uyg'urlarning faoliyatlarini qiladigan shu ishiladigan gap. Şuңашqa kichikdan bir narsalarda buni har kun bo'ladigan narsa yil 2 qatim. Bo'lgandan uningda salbiy gapni taqib qilmayli, buni yozgan odamning ismi kimligini aniq emas, yozgan xatlardimi hech bir qomlashmagan imlosini to'g'ri yoza olmaydigandan birisiga. Mana bu uzilib qolib qoldi. Qayt kiringlar misol ham chiroyli tugitdi programmamiz va. Mashinalarni javob gapga yaklaşım kerak. Kiringlar sizlar programma kiringlar sizlar. Simit alsaqmı Sırp'ın Türklerin sal mulla gap qilaylik. Silahsız degan nuqtaga men bir kichikgina gap qatay. Ovozim bormi? Ovoz bor. Endi bu yarmankadan maqsad biz faqatla bu yerdan bir foydalash emas-ku. Ya'ni bu yerda shaxsiy hech kimga bir kirim bo'lmaydi bu yerda. Bu aslida yani bu men boshda suhbatning boshida deb o'tdim, bu turklar davomlashib kelayotgan bir kultur ekan. Bu yerdagi masjid tashkilotini
qo'g'dash, ya'ni buni iqtisodiy kirimini hal qilish ham yani bir tarafdan jamoatchilikniki o'zaro uchrashish va o'zining kimligini qo'g'dash uchun bir nima bu, bir vasila, bu bir uslub, ya'ni bir yo'l halqa. Yani bu bosh turklar qanday qildi ekan desa, ular bu faoliyatda hammada o'zining uylarida tamoqlarni itib, ekilib, boshqalarga sotib, boshqalarning tomog'ini uzarib, o'zaro birisi bilan savdo qilish orqali masjidniki kirimini hal qilish shu buning aslimiz yo'li shu. Ya'ni bu yerda faqatla nima yo'q, qimmat arzon emas. Bu aslida bu tamoq yesh orqali bu yerdagi o'zimizniki markazi va o'zimizning masjidda, o'zimizniki bu tashkilotimizga bir qatgan to'hfimiz bo'ldi aslida. Yani şu bir yerde hazır mesela ayarlarımız işlevatidir hazır. Mesela bir hafta işlevatidir yani hatta ki hazır mesela ben müşahede sohbet işlevatım kalsanlar merkezde hazır ayarlı bir kanca yıl işlevatidir kişi işleydi. Bula et işleydi, öğün işleydi hatta kermis faaliyet tügen kadar işleydi. Yani bula nime için işleydi? Müşahede milletimizge bir hizmet olsun da işleydi. Ola haqiqiy bir fidokor. Fidokorlik bilan ish qiladi bu ishni. Endi qarindoshlardan bo'lsam-da baka taqasak yaxshi bo'ladi. Ammo o'zimizga tayinishni, o'zimizniki qiyinchilikni o'zimiz hal qilishni o'rganishimiz kerak. Yani biz bu masalan bu yerda bir cho'ng bir yana oldik. Bunga nurg'un bedel to'landi. Nurg'un fidokorlik ko'rsatildi. Bu o'zicha bo'lib qolmoqlik. Mush atrofdagi hammalarninki tang hamkorlashishi bilan nurg'un qarindoshlarimizninki kecha kunduzni o'lab kuch chiqarishi bilan o'zining oila bolalarini tashlab qo'yib, buningga butun vujudi bilan xizmat qilgandan keyin bu ish o'rtaga chiqdi. Shunga biz bularni Sharq Turkistonlik bilan suhbatimiz bilan bizning beshimizga kelgan bu kulpat, bu Xitoydan iborat bu dushman qarta bizim bu aciz kuchimizni yani biz qanday kuchlanamiz? Yani qanday kuch bo'lish kerak? Uni yani bu faqatlam kichikgina bir örnek. Yani azroq bir o'zimizning tamoq yesh orqali hem bir tarafdan töhfatgan bo'lamiz, hem bir tarafdan o'zimizning qo'g'dash uchun, o'zimizning kimligini qo'g'dash uchun bir faoliyat qatnashgan bo'lamiz. Yani bu her tarafdan foydali bir ish. Şun bunu faqatlam qimmat tarafiga qaramay, uning nurg'un ma'nolariga, uningki nurg'un foyda tarafiga u tarafni o'ylasak bo'ldi yani. Ma'naviy jihatini rahmat. Bir aydan chiqibdi. Assalomu alaykum. Biz Germaniyadan boryapmiz degan mashina to'qitish qulaylikmi deb. Qulaylik. Yani ya bayan. Unda olsa rahmat Abulqosim uchun bugun qimmatli vaqtingizni chiqarib naq maydon suhbatga qatnashib, Uyg'ur yarmankisi shundoq bu yarmankani o'rlashtirib kelayotgan Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyatining qurilishi, etgan faoliyatlari, yaratgan moddiy ma'naviy qimmatlarni yaxshi bir xalqimizga so'zlab berdinglar. Yani shunday yangi programmalar qilib qolsa, yana davomli sizdan suhbatlashamiz. Rahmat. Başka yana ishlar qilib qolsa, yana bir aloqa program bo'lsa o'rlashtiramiz. İnşallah. Qarindoshlar, bugungi suhbat programmamiz mishagicha bo'lsin. Demakchi Gollandiya ishchi shunday atrof davlatliklar kelinglar. Gollandiya Uyg'ur yarmankisiga, yarmanka boshqa Fransiyadan, Belgiyadan, Germaniyadan qarindoshlar shunday yaxshi bahoni biriklik, ya'ni kelimizda inkaslarni yozibdi. Unda hammanglik Allohga emanet, yarmanka sanshari kurishimiz, boshqa ishlar qilib qolsa, yana aloqalasak bo'ldi, hammanglik Allohga emanet. Xo'sh. Bu xosmajin yana o'zib ketibdi endi.